Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 27-may. Biz hozir Agrobank hamkorligida Qashqadaryo viloyat Sharsiz tumani Xalqobod uyi 31-konturda tashkil etilgan dehqon xo'jaliklar dalasidamiz. Bu yerda hozirgi kunda no'xat ekilgan bo'lib, yer maydoni 10 gektardan iborat. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan va 20 ta dehqon xo'jaliklari har biriga 0,5 gektardan yer maydonlari ajratilgan. Ushbu bir konturimizga lider tadbirkor sifatida Mahbuba Eshonqulova ishlab chiqarish kooperativini biriktirganmiz. Ishlab chiqarish kooperativi bilan lider tadbirkorimiz bilan birgalikda ijarachilar tomonidan no'xatni parvarishlash ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihamizdan kelajakda har bir gektardan 3 tonnadan mahsulot olishni rejalashtirganmiz va bu bilan dehqon xo'jaliklarning yer maydonini kengaytirish va daromadini oshirishga erishishni rejalashtirganmiz.